Ergashga mana shuni yozib qo'ying. Ergash aka qani? Yo'qlar dadam. Senga o'xshagan darmedda qarzini to'lamayotganing uchun o'zim o'tiribman, tushundingmi? Ergash aka o'g'limisan? Ha. Qishda kichkina eding-ku. Ana shu ham sovuqda kichkina bo'lib qolaman, yozda kattarib ketaman, qani tushunding? O'zingdan kattani sellamada. Tushunmadim. Ya sellasang sellaver, yozib qo'ysang bo'ldi. Oldingilarni ham to'laysan, tushundingmi? Hisoblab ber. Tak, 56, 78, 67 million. Ayam o'ldiradi endi meni. Odamlarimiz darmed deydi, shunda yomon xafa bo'lib ketaman. Xafa bo'lma, bizda qadarmetlar o'zi xalqqa kerak. Nimaga? Bo'lmasa normal odamda qanday ajrat olasan? Ha, darmetlar qanday? Ana bitta darmet keldi, qani? Mashina nomerlarini ko'rdinglarmi? Yomon arzon bo'lib ketdi. Ha. O'zimga mana nomer tanlam qanday? Bunaqa kal degan nomer taqsang, odamlar ustingdan kulsa-chi? Ustimdan kulganlarga orqasiga mana nomer taqib olaman. Raya bor-ku, Andijondan chiqayotgan. Shuni yangisi chiqib qara, qulupnoy maxitoligi. Ta'mini ko'raylik sutda. Faqat o'zi ichadi buni. Sherik bilmaydi. Dahshat ekan, sostavni qara. Saxar regulya kislot. Ya ruscha yozilgan ekan. Yaxshi ham Rossiyada tug'ilmaganmiz. Nimaga? Ruscha ham bilmaymiz-ku. Uylanishim kerak-da, qanaqa kasbdagi qizga uylansam bo'ladi? O'qituvchiga uylan. O'qituvchi bo'lmaydi. Nimaga? Har kuni kechagini takrorlaymiz, to'g'ri. Bo'lmasam bloger qizga uylan. Bloger ham bo'lmaydi. Nimaga? 10 ming talaydan keyin to'lig'ini ko'rsataman deydi. Bo'lmasa gay qizga uylan. Gay qiz bo'lmaydi-da. Nimaga? Ichib kelganingda haydatmaydi mashinani. Temboli uyda umuman remenni yechtirmaydi.